Assalomu alaykum sizlar bilan 6 kanalida davom etamiz. Keyin Vampros kurs yengil summada o'ynaymiz. 100 ming, 150 ming, 200 ming shunaqa qilib. Bittada Jack ko'rmadik bittada. Pulimiz qo'llamayapti-yu. Pul qotib qoldi. Pul minusga ham, plusga ham hech narsa o'zgarmayapti. Na plus, na minus. Oy блин, West Ham comeback bordi-yu Brightondan biri. Brighton bitta to'g'ri birinchidan, ikkinchidan uyg'onib ketdi. West Ham. O'zi hayron qoldim, katta kakasini berayotganiga, lekin tushunmadim. West Ham yon. Ha, bo'ldi, pulimiz o'zgardi o'zi. Shunchaki to'g'ri otilib qoldingmi deyapti ular. Yaxshi. Otilmabmiz. West Ham baribir kuchliroq edi. Jismoniy holat, ruhiy holat, jadvaldagi holat biz Brightondan kuchliroq edi. Mening shaxsiy fikrim. O'yinda ham mana o'zini ko'rsatdi. Hatto aynan shu o'yinda shuning uchun xabarnoma keladigan qilib yaqib qo'ydim. Bitta shu o'yin. Yutkazmasa kerak degan fikrda yaqib qo'ygan edim. Buni taxmin o'zini oqladi. Bugun lekin Barsa bilan Real o'yiniga kim nima oldi bilmadim, lekin biroz kattaroq asent ekan. Realni pastga urishmas. Real bittanta taymda g'alaba qozonmaydi deb oldim. O'zim ekspressimga. Kim nima deb oldi? Chunki ko'p o'yinda kuzatgan bo'lsanglar, ikkalasi gol urgan holatda ham bittanta taym yutmay qolishi mumkin. Chunki 1-1 bo'lsa birinchi taym, ikkinchi taym 1-1 bo'lib, balki ekstra ko'rarmiz degan, ekstra bo'lsa kerak degan taxminim bor. Chunki endi Real bugun yutmas, hech bo'lmasa durang o'ynamasa menimcha ancha ruhiyat sinsa kerak. 3 marta o'yin 3 to'g'ri mag'lubiyat bo'lsa bu Papa Carlo Dog'ani ketishini hidi kelayotgan bo'ladi. Bugun ham agar yutib qo'ysa katta hisobda yutgan 2 marta. Bugun ham yutib qo'ysa kichik hisobda yutsa ham baribir farqi yo'q, o'zi kubok oladi-yu. Kubok final. Shunga uxlashi yo'q. Uyqu yo'q shunga. Endi 3 gacha uxlamasa kerak. Birdan o'zi o'yin. Keling deb kirib bosamiz onasini biz nima bo'lsa bo'ldi. Bo'lmasa keyin yana bir marta Splash kartdan kattaroq summada o'ynaymiz-da. Hozir boshqa o'yinlar bermayapti-yu. Balki Vampros ko'rsatuvni sabr qilsak berarmidi. Lekin balansimiz qatib qo'ygan to'g'risi yoqmadi. Qaysi pluslarimiz, minuslarimiz bilolmaysizlar ekan. Mana kim tushirdi ekan? Demo, sotuvdim ha. Aytibdi, demo hisob haqida. Demo akkaunt sotamiz. Kimga kerak bo'lsa albatta yozinglar Telegramda. Ha, biz 75 kasini chiqdimi? 75. O telefonga qarab qo'ydim, xabar kelgan ekan. Qistam yarash shart emas. Yo'lga chiqib 100 yildan o'tibdi. Real bilan Barsa. Biroz qarama-qarshilik, dushmanchilik demaylik, qarama-qarshilik
dushmanchilik desa to'g'ri bo'ladi. Bitta davlatda baribir jamoasi. Ikkalasi ham. Biz 75 tushadi, lekin yaxshi paytda chiqish kerakmi deydilar. Lekin baribircha hozir 10 milliongacha tushib ketsa o'ynaymiz. 10 millionga tushguncha menimcha. Keyin shab 1 milliondan endi bosing kelyapti. Indiya bo'lib endi sketch kartda. 1 milliondan bosib qolish qaraylikmi? 10 million 680 tushgan bo'lsa, mana bosamiz. Ay, ya etmez. Ay, böyle Brighton durang qo'ydi. Молодец, lekin zo'r o'yin bo'lyapti. O'zi Angliyani o'yinlari zo'r, hamma o'yini ham. 82604. Hozir menimcha kimdir ursa kerak yana menimcha. Durang bo'lish ehtimoli sal kamroq lekin. 89 uribdi. Молодец, zo'r. Chiqdik biz omad hamiga. Assalomu alaykum hammaga, sizlar bilan Oltin kanali 1 million olasiz aytganimizdek. Ya'ni sketch kart 1 million so'mdan bosamiz. Bitta katta kaset va biz chiqamiz. Bitta katta kaset chiq, oy bo'ldi bu. Go'zal, juda go'zal. Juda ham go'zal, o'ta go'zal. Nihoyatda go'zal. Qiyon bo'lib oqib ketdi-yu. Asal olib ketdi. Zo'r. Bitta biz kutgandek, молодец. Nima qilamiz endi? Buni tezlari bo'ldi. Shashib qolasizlar o'sha payt. Kelinglar bo'pti mana bu jonivorda 5 raqamdan qilib o'ynaymiz. 2%. 0 0 1 0 Oy 50 chiqdi bile. Oy молодец. Bile 500 mingdan bosmaymiz. Men devoramiz o'g'lim bundan to'g'ri. Albatta lekin gap bo'lishi mumkin emas. Bile Blinko o'ynasa ming kasini cho'zi yozib Blinkodan. Bile endi oshib ketadi. Endi omadli odam deb hisoblaymiz keyin o'zimizni. Butunlay 100%. Hozir ham omadli deymiz lekin Pro Max oladi bo'lasiz hozir. Pro Max. Tushunmayapman. Ha, bo'ldi endi. 1300 biz hozir. Davajiga. Shu turli raqamlarimiz bizga omadli kelsa. Tush mingga. Kis o'shagansan. Mingga tush bitta teng, tush mingga. Davay. Mingga ming. O bitta zo'r ketyapti o'da bile. Baribir 900 mi? 900. Men tushib bosam shunaqa balans o'zgarib ketadi hozir oldinga. Sakraydi. Teleportatsiya qiladi. Yo'q, yana 900 tushdi.
Yaxshi ketyapti bu. Yana 9 ga chiqdi. Oy, bilet. Voy, bilet. Buning chiqasini chiqqanini ko'rishim kerak men buni. To'xtaylik, ko'rishimiz kerak. Buning chiqasini chiqqan. Yo'q, bana. Bilet. 51 kasentga chiqib ketgan. Bilet. 51 kasent o'tib ketdi hozir buni. 51. Karl 51 o'tib ketdi. 51. Bilet 51 kasent o'tib ketdi. 51 Karl. Biz hozir 1000 tushmadim ish qilib. Bazimizga 2 million bilan kirdi dedi. Men chaqchaqlab telefonga 1000 tushmadimi? 1000 tushsa 40 million, yo'q, 40 million bo'ladi hozir. 1000 kasent tushsa 40 million yutamiz-da. Yo'q, 1000 tushmabdi. Lekin 133 shekilli ketma-keta. Yo'q, bilmadim qanday ko'tarilib ketdi balans hozir, to'g'risi. Hayronman. 22 million, 23 million bilan kirdi dedi. 1,5 million oshib qo'shilib ketibdi. Yo, men umuman aytib olmay o'tirdim. Endi video tugagandan keyin biz yo'llagan bo'lsin, qancha kasset chiqarini. Gap yo'q, lekin Brighton bilmayman. Brighton Beach bilan. Brighton Beach. Gap yo'q. Mashina ba'zida bir taraf chiqib qoladi hammasi. Endi sinab yuramiz. Faqat chap tomonga chiqadi. Chap ketaverasizlar oxirigacha. Chap bo'ladi. Yoki o'ng bo'ladi, teskarisi bo'ladi. Yo bu mana ko'rdingizmi? Mana o'ng taraf, faqat o'ng tarafida. Mana qilib chap tomon chiqib qolishi mumkin. Mana bitta o'ng chap. Gap yo'q lekin Brightonga. Yana o'tdi o'sha. Mana endi chap o'ng bo'lyapti. Chap ham chiqib, lekin chap. Bitta chiqib qolsa, lekin oxirigacha boramiz uni. Eng oxirigacha bosamiz. Ay, bilan. Oldin oxirigacha ko'rsatardi, oldingi formatida hozir. Bunaqa bo'lmay qolibdi. Ay, buni yana. Voy, biling. Oxiriga chiqasin buni. 1020 to'ra bunisi. Narigisi kattaroq. 3 kasentli. Va bo'ldi. Biz chiqamiz. 25 million so'mda chiqamiz. 3963 so'm 75 teng. Bitta bosamiz va 25 millionda biz suramiz. Ko'rishguncha xayr. Omon bo'linglar. Omad anaga.